Shodiyeva. Dars boshlanganiga 10 daqiqa bo'ldi. Nima qilib o'tirishimga? Daftarlaringizni hali ham olmabsiz. Daftarim yo'q, ustoz. Uyda qolibdi. Menga qarang Shodiyeva. Keyingi safar ota-onangiz bilan kelasiz. Bo'lmasa darsga kirgizmayman. Bu birinchisi emas. Yana yozibman, buni qara. Qani menga telefoningizni bering-chi. Nimaga ustoz, tinchlikmi? Dars boshlandi, siz esa tarbiyasizlik qilyapsiz. Darsda bolalar bilan gaplashgandan ko'ra, daftaringizni olib kelib o'qisangiz bo'lmaydimi? Men ishimga aralashmang. Sizga o'xshab qar-qiz bo'lganda gaplashmayman, hozir gaplashsam. Meni hayotim bilan ishingiz bo'lmasin. Darsimiz